Aprelda qishda bo'lmagan pagoda bo'lyapti. 12-chislo kuni biz Peterga mashinada yo'lga chiqyapmiz. 13-chislo kuni Masafi Konsul agentsiyasi universitetda ochiq dars qilyapti. Universitetga kirmoqchi bo'lgan qiz va bolalar bo'lsa, shu videoda saqlanib qolinglar va tanishlarga jo'natib qo'yinglar universitetga kirmoqchi bo'lganlarga. Pastda adreslarni qoldiramiz, telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz o'zimiz ham Peterda bo'lamiz, universitetda birgalikda polностью obzor qilamiz o'zimiz obunachilarga. Qarindosh urug' ota-enanglar bo'lsa, kim bilan bo'lsanglar ham любой insonlar birgalikda boringlar, xursand bo'lamiz, hammamiz birgalikda universitetda aylanamiz. Masafi Konsul bu nima? Bu organizatsiya o'qishga kirmoqchi bo'lganlarga polностью yordam beradi. O't-ido o'qishga kirgizib qo'yadi Rossiya bo'ylab, onlayn va offlayn tarzda. Yangiliklarni kutib olinglar. Более подробно yana adreslarni beramiz. Har bir bizni borgan obunachilarga kompaniyadan 10 minglik voucher beriladi har biriga va undan tashqari bitta insonni tanlab olib, uni orasidan polностью o'qishga kirishiga bepul qilib beramiz. 13-chislo kuni 12:00 da pastdagi adresdagi universitetda ochiq darsda hammanglarni kutib qolaman. Peter, ko'ramiz-ku qanaqa mehmon do'st ekanliginglarni.